Assalomu alaykum hammaga. Bizlar Qo'shko'pir tumani O'zak yaptamiz. Qorovul mahallasi Oydinko'l ko'chasi 106-uy Jumanazar akaning uyidamiz. Mashinani donag'alla bo'lsa bir laykni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu uyimizda ham ko'mirdan otapini o'tirib berganmiz. Hamma materialni o'zlarimiz bilan kelib 1 yil garantiyasi bilan chiroylatib yashirgan narxda ishlab berdik. Hozir shu başta aytib o'tay, bundan chiqib ketgan bo'lim. Biz Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab to'chkasini 450 ming so'mdan ishlaymiz. Oboy joylar bo'lsa, o'sha ishunda remont bo'lgan bo'lsa 500 ming so'mdan ishlaymiz. İşine qarab oxirida 1-2 so'm qaytib o'tib bo'ladi, lekin 400 ming so'mdan 350 ming so'mdan atapini o'tiribmiz. 450 ming so'm to'chkasi 500 ming so'mdan oboy bo'lgan joylar. Hozir shuncha yerdan kelib ketarimiz va qatnab ishlaymiz. Dangni yaxshisi erta ishga chiqamiz, kechda kun botincha ishlaymiz. Mehnat ansatamas oboy bo'lgan joylarni. Bu uyimizda ham shunday zamonaviy aluminiy batareyalarni qo'yib ishlab kelganmiz. 15 tochka bo'ldi, 13 yera batareya qo'yildi. Oboylardan qo'llangancha turban razmerlarida döşüp ishlab berganmiz. Biz shu atapini o'tiramiz. Tozadan o'zlarimiz döşsek, shu turbanın razmerinde döşüşe harakat edemiz. Avvalgi o'zini atapinasini döşüklari bo'lsa, ko'p avvaldan atapini o'tgan bo'ladi. Shularga to'g'ri yaqqasa iloji yo'q. Misol uchun shu joyimizdan shu podachi turba chiqaramiz, avvalgi döşüklari to'g'ri yaqqaldi. İçi avvalgi ustalar misol 100 lik turba maqsad döşgan bergan. Biz 32 lik 25 lik o'tiramiz. Ichine sheben karvishni ko'p ishlagan ekanlar. Buyog'ini amallab akkuratniyat döşdik, lekin oyoq tarafi shu karvishni olish uchun oboyni kesib 4 mushada ishlaganmiz. Bu ikinci bateriyamiz, dolanımız 20 lik qo'yib berdik. Bu bateriyamiz 30 metr uzoqlikda bo'ldi. Atapinamiz polностью samotyok sistemada ishlab turibdi, podachi apparatga tortib ishlatganmiz. Atapinamizga 182 kuchlik alyumin batareya ishlatib berdik. Rossiyskiy latunli kraniklardan qo'yib ishlab berganmiz. Kraniklarni e'tibor berasizlar. Latunli kraniklar. 32 metr 32 lik, 96 metr 25 lik, 40 metr 20 lik ishlatib berganmiz. Bu ikinci bateriyamiz. Şular için şöylerinden yine o'zimiz tozadan döşkenmiz. Shunday deb arkalarına gipsakardon takıp oboylar yanması uchun ishlaymiz. Bunda birinchi döşkemiz. Yani ikinci, üçüncü tozadan döşkenlerimiz shunday deb ishlaymiz yine. Lekin avvalgi döşklardan to'g'ri yaqqasa iloji yo'q. Bu üçüncü bateriyamiz. Yog'i ko'rsatgan yerimi arka taraflari bilan. Üçüncü bateriyamiz panellarimize tagiz hammasini 15 dan qo'yib berganmiz. Buyog'imizga baniyaga kirib ketgan. Bunda baniyadan chiqib kelganlari podachi apparatgasi. Bu 4-cü bateriyamiz. Bellarimiz ham mana atot ishlatgan, hammasini rezvalarni qo'lda yo'nib 90 gradus turba yig'ib büküp chiroylatib ishlab berganmiz. Bu 4-cü bateriyamiz. Baniyalarimiz ham shunday kafirlarni banimizda 5-ci bateriyamiz 8 latlarni qo'yib berganmiz. Bir dalanımız 12'ye 5 metre ekan, birimize ham gidalan 20 lat giraverish birini, keyin 15'ten her aynamız teyine qo'yib berganmiz. Bu uyimizda pozitiv 60-70% polnoteyindan o'tdi. Shuni o'zinadan polnoteyinda ishlab turban tortib kelishimizdan 2 kun vaqtimiz ketdi. Jo'rlarimiz daha banimizdan chiqib, yanda katyolumuz var. Katyola borincha biz stenamiz. Misol uchun 1, 2,
3, 4, 5 bateriyamız var. Polностью 25'lik tartkamız podacha obratkachi. Kotyolun doğrusunda bo'lgani uchun ham 3 sistemamiz arkasında kotyol turibdi. Kotyoldan buyoqlarimizdan 7 bateriyamiz var. Şu 7 bateriyamizga uni podachasini 32 lik etib, obratkalarni 25 lik etib tortib kelganmiz. Tabinamiz bu yerdan chiqarib berdik. Devordan chiqib qolgan 4,5 sm qo'yganmiz. Bu kuxnyamiz. Kuxnyamizga 10 lat birini qo'ydik. Banyomize 8 lat, 7 lat birini qo'yib berganmiz. Otapini o'tirgan yerimiz umum maydoni 275, başta 280 kvadrat yere otapini o'tirib berdik. 6, 7, 8, 9 yerimiz 10 bateriyamiz. Yandan 2 spalnemiz var. Bu spalnemizlerimizden hammasini qaysi balandda podacha obratga o'tganligi hisobini 15dan qo'yib berdik. So'ng aytgan dövüşkün mashina o'zini avvalgi dövüşkanga to'g'ri yaqqaldi. Karush, Sheben karushni suvat ketgan ustalarimiz. Shuning uchun tumaloq turgan razmerdan döş o'ynadik. Karushni olib tashlashga to'g'ri keldi. Undan oboyni iloji boricha akkuratni kesib oldik. Ertaga o'zlari uzatib qo'yadi. Ba'zimiz ham shunday bo'ldi. Avvalgi batareya to'g'ri keldi. Keyin peshimizni ichida avvalgi turbasi qolgan ekan, shuni ichidan o'tirib qo'yaverdik. Bayatlarimiz ham shu ahvol bo'ldi. O'zini avvalgi dövüşkanga to'g'ri keltirib, ham akkuratni olib chiqdi. Peshni yanlarida turib döşemedik. Umaysizroq bo'ldi. Keyin bir ish xonamizda ham bulan podacha obratga o'tgani uchun 15 lat qo'ydik. Dashlarini ham dövüşlarini bu yerda avvalgi dövüşkanga to'g'ri keldi. Namiz ham shundan iloji boricha amalladik. Patologdan ko'rtirsiz 10 sm zazor qolgan. Keyin bunda bir ozroq yerini döşüp qo'ydik. Sababi o'zini to'g'risida ishlamasa ham devorga gipsokardon qo'yganmiz. Shu gipsokardondan chiqqan yalin döşgan joyini. Biz aytdik, iloji boricha pastroqdan mo'rini tenglab o'tirib kelsak, yo'q, iloji boricha bizning balandga o'tirib beranglar dedi. Shuning uchun tortganmiz, mehnati ongzod bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha remont etmay burun otapini o'tirishni maslahat beramiz. Bu 12 bateriyamiz edi. Yalnız zalamızda bir bateriyamiz bu. Yerimiz oxirgi 13 bateriyamiz. Bu uyimizdan şu o'zlarimizda ishlab chiqarib turgan 4 kitobli kotyollarımızdan qo'yib ishlab berganmiz. Azizlardan qo'yib, nurlarimizni ochib turadigan sistemli. Kotyolumuzdan 50 gradus o'tirdi, başta sovuyadır. Yaqqanimizdan 1 soatdan o'tdi. Hamma yerlarimiz bir qator samolyot sistema aylanib keldi. Qaynaklarni ham hali ochib bilmadik, nasoslarni ham to'g'rilib bo'ldi. Kotyolumuz uzoqdan ko'rinishi. Kotyolumuz hakkında qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, kotyolumuz ichi deshamir 3lik listdan yasalgan. İchlarida rossiyskiy 20lik, 25lik turbalar qo'yilib ishlangan. Asa ko'rib kuzatib boraverasizlar, kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekranda ko'rinib turgan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Xorazm viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir otaplarni o'tiramiz. To'chasi 450 ming so'mdan, bu remontdan chiqqan joylar bo'lsa 500 ming so'mdan ishlaymiz. Mehnatini qarab. Bu uyimizga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. 38 milyon 146 ming so'm pul bo'ldi. Kelgan vaqtimizda 5 milyon avans olganmiz. Ish boshlangandan keyin 10 milyon oldik. Bugun qolganini hisob kitob etib topshirdik xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nimaga rahmat. Shu kanalni rivoji uchun like, bosib obuna bo'lib qo'ying.